Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, uzumga qiziquvchilar. Dunyoga uzumni 4000 xildan ortiq nav bor. O'zbekistonga 400 dan ortiq bor. Dunyoni o'sha top-way navlarining ichiga 5 talik ichiga avatar, o'sha Ruby Roman navlarni sanasak, shunaqa navlardan biza 5 xilini bilsak, 5-10 xilini mana Anvarjon akamizga 150 xili bor ekan. Bu kishi bilan endi tanishamiz. Assalomu alaykum barchaga. Akamiz yer qayerda aka? Buxoro viloyati, Buxoro tuman, Rabotak mahalla fuqarolar yig'ini. Buxoro shahridan 2-3 kilometr uzoqroqda. Karon bozorga 4-5 kilometr bor, ha? 3 kilometr, 4 kilometr. Karon bozordan 3-4 kilometr yaqin atrofga. Bu kishini asosiy nimalari 150 xil noyob uzum navlari bor ekan. Endi bu uzum navlari bilan bir tanishtiring aka. Bu qayerdan olib kelgansiz bu navlarni? Bu uzumlarni o'tgan yildan boshlab, shu 23-yil noyabr oyidan boshlab Rossiyani Krasnodar shahridan buyog'i keyin Zaporojskiy oblast, ya'ni o'sha janglik bo'layotgan joyda, Ukrainada, o'sha yerlardan o'sha bog'bonlarning videosini ko'rib, o'zini nimasini ko'rib, o'sha yerdan shu zakaz qilingan Moskvagacha, keyin Moskva orqali keyin shofyorlar bilan yetkazib berilgan bu yoqdan. Endi sizga qaysi navlar bor? Yangilarni o'sha aytishim mumkin, kishmishlariga sotlanish aytishim mumkin. Adora Seedless bor, Ruby Romanlar bor, Ruby Roman ham bor. Sugar Crisp bor, keyin arralar bor, arra 30 bor, arra 15 bor, kishmish Chornobayevkalar bor, Vishinka bor. Ular o'sha chet eldagi o'sha g'arbni seleksiyaladagi nimalari bor. Keyin bu yoqda yana mana misol uchun ko'p bu yoqda har xil o'sha Rossiya seleksiyalari bor, Ukraina seleksiyalari bor. O'sha o'qib berishim mumkin. Bu yoqda juda ham ko'pda. Mana misol uchun akademik degan bor, Vilur degan bor. Bu yoqqa juda ham ko'p navlar bor ekan. Mana bu taraflarga ham mana bananas. Bu yoqda ham o'sha kesilgan bor. Ha, bu qanaqa navlar ekan bu? Mana bananas degan ekan bu. Buni endi hozir biza Shelkunchiklar bor, zaranniy svitaya turi ko'p bu yoqda. Ular endi bu kishiga savol berdim, qaysi zo'ri desam 50 ta navlar aytadilar. Bu odamga endi hamma navlar o'zini farzandga berib qo'yganman tushunishimcha, hamma navlar bu shu uchun qadrli ekan. Endi men o'zim sal-pal tushuntirishga harakat qilaman. Bugun seshanba bo'lsa, chorshanba xudo xohlasa o'sha yerga borib, mana shularni suvga qo'yib, hammasini bir boshdan qilinadi. Bir kun oldin buni suvga solib qo'yilgan, hayvonga mana bu yoqlari bilan sirkulyatsiya bo'lib nam olish uchun hayvonga tayyorlash jarayoni bo'lib qalamchalarni ertadan boshlab hayvonga xudo xohlasa. Nasib xudo xohlasa. Shuning uchun mana ish jarayoniga shuni ushlab oldik. Ertaga tutib bo'lmasdi. Mana Buxoromizga shunaqa bir 150 xil uzum navlari bor ekan, biz bilmagan ekanmiz. Mana xudo xohlasa Anvar akani telefonlarini yozib qo'yamiz. Kimga qanaqa nav kerak bo'lsa, bananas deysizmi, o'sha Ruby Roman deysizmi? Men bilmayman endi. Turi ko'p uni kishmish bor, stalovoy sortlar bor, muskat sortlar bor. Qanaqa sortni bilsangiz, so'raverasiz, shuni bor bo'lsa bor deymiz, yo'q bo'lsa yo'q deymiz. Shularni o'sha yetishtirish bo'yicha shu keyin xalqda o'sha bor nimani siz yana uzumchilikdan boshqa yana nima bilan shug'ullanasiz? Mana bu yoqqa kivi ko'chatlarini tayyorlayotgan. Kivi ko'chatlar mana tomirlatishlik o'sha jarayoni ana shu torfga solinganda ular. Tagi mana 25 gradusga to'plab olib qo'yilgan kivi ko'chatlari mana Hayward Gold sortlari. Kurtag mana o'chilayotgani ko'rinyapti mana. Bular kivini ham sorti bormi aka? Har xil sortlar, necha xil sorti bor edi? Bu yoqda o'zi 3 xil sorti bor. Bruno, Hayward va Gold sortlari bor, sariq. Mana bu yoqda mana bu harorati qo'yilgan, ana 26 gradus, namligi o'sha 49, 50, 60 gacha boradi. Ichkaridagi o'sha harorat 8-6, ana shular hammasi qarab, keyinchalik yana bular ham ko'riladi o'sha haroratni haligi namligi, keyin o'sha tuproq nimasligi, mana shu holatida shu signal berib turadi, keyin sizga suv kerak bo'lsa, suv mana purkagichlar suvlarni sepib, hammasi bor. Ana shu teplый pol, mana bu relisi, mana bu stabilizator orqali hammasi o'sha bir xil ishlayapti. Ana xudo xohlasa mana shu teplый pol shu apreldan shu 10-15-yillarda tomir o'tib, haligi o'sha barglarni agar xudo xohlasa chiqib qolsa, keyin qadoqchalarga olasiz. Stakanchiklarga o'sha qoraligi kalish deydi, o'shalarga o'tkazib. Keyin bularni sotuvlari ham bo'ladimi? Kivilarni sotasiz. Nasib albatta chiniqtirib ozgina. Kivi, keyinchalik уже где-то 15-aprellardan keyin chiqamiz. Keyin buni o'sha kivini men eshitganman, erkagi, ayoli bo'ladi. Changlatuvchi, changlanuvchi, to'g'ri. Buni nechta to'g'ri keladi? Misol uchun ayoli nechta bilish kerak, erkagi nechta? Endi men 5 ta olmoqchiman.
5 ta kivi qurmoqchiman. 3 ta, 4 ta, 5 ta. Ko'pisi bilan 5 ta. 5 ta uyimga ko'chat qurmoqchiman. Nechta erkakdan nechta ayoldan olishim kerak? Hozir misol uchun 8 taga o'sha ayol olinsa, 2 dona erkak bo'lishi kerak. 4 ga 1, 3 ga 1, ko'pi bilan 5 ga 1. Ko'p emas. 4 ta erkak, bitta ayol. Yo'q, 4 ta ayol, bitta erkak. 4 ta ayol, bitta erkak. 4 ga 1 o'sha bo'lishi kerak changlatuvchi. Gold sortlari bor, Bruno bor, Hayward sortlari bor. Hammasi juft holatda sotiladi. Misol uchun bitta erkak, bitta ayol stakanchiklarga chiniqtirib ozgina keyin o'sha sotuvga chiqariladi. Uzumlar ham shunday. Hozir qarang, kivini har xil sortlarini aytyapsan, misol. O'sha 4 ta sortidan olsam-da, 4 xil sort olsam, ayolidan. Erkakka boshqa sort bo'lsa, hammasini changlatib biladimi? Ha, changlatib biladi. Endi goldnikini endi желательно o'ziniki bo'lishi kerak. Родной bo'lsa endi yaxshiroq-da. Yaxshiroq bo'lib qoladi. Agar o'ziniki endi Mogodaga topilmasa, o'sha Haywardni changlatuvchi shu bo'ladi. U Haywardnikini o'sha nomi changlatuvchisi Tomuri deyiladi yoki hozir aytaman, tak changlatuvchi Tomuri bo'lishi kerak. Yana ikkinchi Matua degan sorti bor. Endi o'shalarni shu O'zbekistonda endi qaysi biridir kirgan bo'lsa, yo Matua changlatuvchi kirgan yoki Tomuri kirgan bo'lsa, u hech qanaqa farqi yo'q. 3 ta, 4 ta, 5 taga bir changlatib. Ha. Kivi ham o'zimizga ommalashyaptimi? Buni havoga, bizga havo bo'ladi-ku. Necha gradusgacha bu turib berib bo'ladi? Endi bu sovuqga endi qanday desam, 23-24 gradusgacha chidaydi. Keyin 25 dan boshlab mana misol uchun novda bo'lsa qalin, yonida o'shalik novdalar bo'lsa, o'sha mayinlarni, ingichkalarni уже sovuq urishni boshlaydi. Tokda ekanda bilmasa. Ha, xuddi tokda, ha, o'sha yetishtiriladi. Endi sovuqga endi почти o'sha chidamli, lekin yozga ozgina o'sha qiynaladi. Yozga issiqmi? Yozga endi o'ziga yarasha o'sha agrotexnikasi bor, shu setka tortish kerak, keyin o'sha yomg'irlatuvchilik uskuna qo'yish kerak yoki suv sepish kerak. Xullas tushuntiriladi. Bitta kivi, yaxshi kivi necha yilga hosilga kiradi? Endi mana bular hozir o'sha tomirlagan agar shu yilga endi hisoblansa, bularni o'sha may oylarida o'sha oxirni aprellardagi o'sha yerga o'tkazilsa, shu taxminan 3 yil, 4 yildan keyin hosil. Tokda ekanda. Ha, xuddi tokda shunaqa. Ha. Bular hammasi shu matishni ona shoxidan kesilib, keyin nima qilgan? Hosildor shoxidan kesib olgan. Ha. Bunga o'sha hech qanaqa payvand o'sha shart emas bu. Misol uchun kimdir o'sha savol beradi. Mana misol uchun kivi bo'lsa, o'sha yo'g'iydan o'sgan bo'lsa, ustidan ayolni iskana payvand qilib nima qilib qo'ysa, keyinchalik yerga agar ekilib qo'ysa, mana bu ustidagi o'sha ayoli sinib qoladimi yoki misol uchun qo'ylar o'sha chaynaydimi? Xullas shu sinib qoldi. Bu o'sha ko'karmaydi, bu yoqdan o'sha yo'g'iy chiqadi. Ha, o'sha changlatuvchi chiqadi, bu o'sha sort o'sha yo'qoladi. Shunaqa bo'lmasligi uchun xuddi uzumga o'xshagan ana shuna qalamcha kesiladi. O'zidan chiqadi. Ha, o'sha matchni ona shoxidan kesilgandan keyin sun'iy holatda o'sha tomirlanadi. Mana bu yoqdan chiqqan narsa mobodo sinib qolsa, keyinchalik o'sha yonidan yana bitta o'sha ona shox chiqadi. Shunisi bilan o'sha afzallikda nimasidan? Kivini ko'pchilik ko'kartira olmaydi-da. Asosiy nozikligi nimaga uni? Eng katta nozikligi, eng ko'p qilinadigan xatochilik deysiz, xato. Uni endi sotadigan o'sha bog'bon kivi ko'chatini o'sha sotgandan keyin o'sha aytish kerak o'sha agrotexnikasi. Mana o'sha olgandan keyin telefon qilasiz, nima qilasiz? Buni o'ziga yarasha o'sha agrotexnikasi bor. Tokka yaqin joy bormi agrotexnikasiga? Endi sizga qanday desam? Endi bunga o'sha asosiy salqin joy bo'lishi kerak, namlik bo'lishi kerak. Namlik o'sha atrof joyi o'sha namlik bo'lishi kerak. Teplitsaga qilinadi endi. Teplitsada joy qilish kerakmi yo'qmi bu? Yo'q. Setka tortish kerakmi shu? Setka tortish kerak, ochiq joyda ekiladi. Shamol yaxshi. Ha, o'sha teplitsada agar o'sha vaqtida agar o'sha ekilib qolsa, keyinchalik keyin o'sha yoz payti, misol uchun bahor payti o'sha yonidagi salafon ochilsa, skvoznak rezka bo'lganda u stressga tushadi. Tushundim. Bir xil o'sha havo bo'lishi kerak, ochilishi kerak, keyin yopilishi kerak. Ana hozir shamolatli shalik o'sha jarayoni skvoznak deyiladi. Lekin sirkulyatsiya qilganda hozir buni o'zi yopamiz. Shu bilan bir sutkadan keyin yana ochamiz. Kivi qilsa yaxshimi yo uzum qilsa yaxshimi hozir? Qaysidan daromad ko'p nima deysiz? Endi kivi endi misol uchun 20 ming, 25 ming kilosida endi. Buni endi yetishtirsa endi yaxshi bo'ladi, lekin uzum ana misol uchun qanaqadir kishmish yaxshi sortlar. Yaxshi sortlar bo'lsa agar uzum yaxshi. Uzum yaxshiroq. Endi buni kilosi misol uchun 100 ming o'sha Adora seedlesslar bo'lsa yoki qanaqadir arra o'sha sortlardan yaxshilar bo'lsa, endi kivilardan endi ortiqchalik narx sotadi. Ya'ni hozir siz Adora seedless bu sortlaringizni aytmang deb bizani toifa deng, Huseyni deng. Yo'q, endi bu yangi nav, endi o'sha eng o'sha dunyodagi eng o'sha kattaligi o'sha seleksiyalar. Yirik o'sha g'arbni seleksiyalar endi misol uchun endi aytapman-da. Buni endi hozir bu nav bilan hozir kivini solishtirmang deb bizani o'zimizni jaydari navlar bilan solishtirsangiz buni. Keling, Sug'diyona keling deng. Sug'diyona.
Sug'diyona, ya'ni o'sha sirli boyki Ha, deydi, gigant. kishmish gigant deydi, lekin Ha. hammasi bir. Ha. Sug'diyona endi Sug'diyonani o'ziga yarasha, misol uchun qanaqadir o'sha yaxshi o'sha agrotexnikasiga o'sha nima qilinsa, keyinchalik quritib agar nima qilsa, kamida shu 100 ming отбор nima bo'lsa, 100 mingga sotiladi. Bu lekin 100 mingga sotilmaydi. Bu faqat meva uchun. Qarang, boshqacha savol beraman sizga. Ha, xo'p. Bir tup kivi 4 yilga hosilga kirdi. Aha. Massiviy necha yilga hosilga kiradi? Endi massivi endi yili уже o'tgandan sari уже sekin-sekin nima bo'ladi? Endi misol uchun 10 yillik уже bo'lgandan keyin 5 yilga massiviy hosilga kiradimi? Yaxshi qarasangiz. ha, o'sha 5-6 yilda o'sha 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo shuna bo'ladi. 100 kilo berishi uchun u katta narsa bo'lishi kerak. U где-то bir 20 yashar, 25 yashar bo'lishi Ha, kerak. 25 yashar. U katta bo'lishi Keyin u kerak. necha ekiladi? Buni sxemasi ekishi xuddi shu uzunday. 3 ga 3, 3 ga 4 xuddi shunaqa. Faqat suvni yaxshi ko'radi. Suv faqat berish kerak. Yoz paytida shu har kuni sug'urib turish kerak. Endi bu uzumni kelajagidan qo'rqayotgan odamlar kiviga bemalol o'tsa bo'ladi. Bu baribir sitrus mevasi, unga xaridor doim bo'ladi. Subtropik. Subtropik. Endi уже sotilgandan keyin alohida уже haligi maslahat уже beriladi. Xaridor уже olgandan keyin telefon qilib, WhatsApp, Telegram orqali haligi bog'lanib, keyin buni ekish kerak. Tushuntiramiz hammasini o'sha agrotexnika. Hozir bu kiviga bog'lab yuborganimiz sababi uzum bilan kivini agrotexnikasiga o'xshaydi uchun shunga kiviga ham bog'lab yubordik. Endi uzumimizga qaytamiz, o'zimiz mavzuga. Bu yerga hozir aka qaysi davlatlardan keltirilgan bular? Qaysi davlatdan? Yo butun dunyoni seleksiyasi bormi yo'qmi? Butun dunyoni desam bo'ladi. Yaponiya, Amerika, Ukraina asosiy seleksiyalar asosiy. Asosiysi Ukraina. Ha, o'sha joydorlardan bor, endi kamda. Bunaqa mesni bor-ku. Sizga keyin podvoylar ham bormi? Uzum podvoylar, hayvontaglari? Ha. Qaysi sortlari bor uni? Koberdan boshlanadi. Kober, Virul 3, Gravisak, Ferkal, Dabrinya, Andros, Rugeri 140. Hozir sizga boramlar. Ha, Bularni qisqa qilib aytsangiz, hayvontaglik vazifasi nima o'zi? Hozir hamma Kober 5 ga o'tib ketgan, shunga ularni afzalliklari qaysi? Nimaga? Endi ularning o'sha 10 xil Vazifasi. Endi vazifasi sizga qanday tushunsam? Misol uchun keling. Mana bu o'sha SO4 bo'lsa, mana bu Kober bo'lsa. Bu Kober endi universalniy endi hisoblanadi, tez o'suvchi. Tez o'suvchi. Mana bu SO4 endi bu zaxli joylarga, ya'ni o'sha suv ko'p, nam ko'p joylarga. Ha, o'sha 1 metr suvli joyga. Bu Kober endi o'sha ildizaligi chuqurga qarab boradi, o'sha любой joydan suvni olib qoladi. Endi asosiy bularning o'sha vazifasi filakseriyaga qarshi. Bu ham SO4 ham filakseriyaga turib berib biladimi? Ha, o'sha ana chetdan o'zi kelyapti, misol uchun filakseriya o'sha bargli bo'ladi, keyin o'sha tomiriga o'sha uradi. Shularga qarshi. Endi Rugeri degan narsa bor. Endi har bittasining nimasi bor. Keyin ana misol uchun RR bor. Tak ana shu yerda RR bordi. Tak RR 114. U ham o'sha filakseriyaga qarshi, sovuqga o'sha chidamli, minus o'sha 30 gachami, shu 27 gacha. Uni o'sha asosiy o'sha vazifasi tomirlarligi yerga kirmaydi, nima deyiladi? Pop deyiladi. Ha, shunaqa bo'ladi. Yer yuziga bo'ladi. Ha, o'sha mevasini srokidan 10 kun shu bir hafta oldin haligi yetishtirib beradi, haligi rang berishga boshlaydi. Ha, o'sha rang berishga. Endi bu kimdir misol uchun bozorga pishish jarayonini tezlashtirib beradi. Ha, o'sha bozorga chiqarish uchun, o'sha ertaroq chiqarish uchun nima qilish mumkin-da? Endi u joyga, sho'rga qarshi, keyin ana u o'sha toshloq yerlarga. Ha, o'sha toshlar, keyin o'sha ohakli yer bor. Har bitta podvoyning o'ziga yarasha funksiyalari bor. Ha, o'sha sizga misol uchun sizga o'sha yerdan namuna olib kelsam, misol uchun meni yerim ahaylik yo tosh yo quruq yer, suv kam joylarga yo botqoqlik joy deb telefon qilib maslahat so'rasa, siz o'sha podvoylarning maslahatini mana bu shunday deb berib bilasiz. Shunday, ha. Shunda har bitta o'sha podvoyni o'ziga yarasha. Qaysi biri shu joyga, qaysi biri o'sha toshli, qaysi biri shag'alli, suv kamli joy, suv ko'p bo'lgan joyga har bittasini o'sha vazifalar bor, lekin hammasi filakseriyaga qarshi. Hammasi filakseriyaga tushunmaganlar uchun bu hasharot, kichkina hasharot. Bu o'sha birinchi bargga tushib keladi. Keyin ildizga o'tib olsa, agar bargga tushgan paytida undan kurashsangiz imkoniyati bor. Agar ildizga yerdagiga tushib olsa, unga hech qanaqasiga kurasha bilmaysiz. Tushunami? Ha, o'sha 1 yil, 2 yil davomida ildizni yeb bitiradi, unga hech qanaqa kurasha bilmaysiz. Kim bog'da u shunaqa tez ko'payadiki, gektarlab davlatlarni qancha Yevropa davlatlarini qanchasi qirilib ketdi, uzum bog'lari yo'q bo'lib ketgan. Aksariya o'sha davlatlarni, o'sha Yevropa davlatlarini, Amerikalarga katta
maydonlarga talafot yetkazgani uchun buni olimlar mana podvoylarni payvand Seleksiya qilib, ha. seleksiya qilib o'sha Xuddi shunday. flakseriyaga qarshi turib beradigan zarar yetkazib olmaydigan navlarni yaratganlar. Ham flakseriyaga qarshi turib berib biladi, ham podvoylikni cho'tki bajarib tepani boqib biladi. Podvoyni vazifasi aslan uni tepani boqish uchun. Tushunami? Ha, shundan keyin yana bitta ma'lumot esdan chiqmasin. Mana misol uchun Kober degan narsa, Kober 5B misol uchun bu podvoy tezligi o'suvchan deyiladi-ku, ya'ni o'sha shox novda o'sha surilishligi tez. Bunga Koberga misol uchun qanaqadir uzum sortlari bor, ya'ni shu sekin o'suvchanlar bor. O'shani payvand qilinsa, bu tezlashtirib beradi. Ha, o'sha tezlashtirib beradi. Agar Koberga o'sha avatarni agar ulasaga, unisi ham o'sha tez o'suvchan, bunisi ham tez o'suvchan, hamma joyini egallab ketadi. Mana bu o'sha men aytgan o'sha 10 kun oldindagi bu podvoy RR114. Bu avatarni o'sha uzunni sal kechiktiradi. Ha, Koberga agar avatarni ulasa, shu 10 kun 15 kunga kechiktiradi, naborot. Tez o'suvchan-ku, avatar ham tez o'suvchan, bu ham tez o'suvchan. O'sha uchun o'sha ayrim sortlar bor, sekin o'suvchanlarni agar o'sha Koberga payvand qilinsa, bu start berib, haligi tezroq nima qiladi-da, tushundingizmi? Har bitta o'sha podvoyni o'ziga mana shu vazifasi bor. Ha, o'sha mana misol uchun mana bularga o'sha RR o'sha 114 agar misol uchun podvoy bo'lsa, stal sortlar bor. O'shalarni agar iskana payvand agar nima qilinsa, haligi tez nima bo'ladi, bu o'sha ham 10 kun oldin haligi rangini nima deyiladi, qizartirib, rangga kiradi. ha, o'shani tez o'sha jarayonni ha, o'sha sotuvga tezroq chiqarasiz endi. Hozir mana bu yoqqa juda ham ko'p navlar bor ekan, Anvar aka. Men qaysidan nimani so'rashni bilmayman. Hozir mana asosiy narsa podvoylar, avatarlar, mana Ruby Roman deyapmiz. Chain muskatlar, mayasersalar bor sizga. Hammasi bor, hammasi bor. Pandora bilan Adora boshqa boshqami? Yo'q, bir hammasi. Yo'q, sort bir xilmi? Sort bir xil. Nomi ikkita. Nomi ikkita. Endi o'zimiz Pandora Pandorani asl o'sha original nomi Adora Seedless. O'sha chetdan ana chiqqan, o'sha g'arb tomondan. Amerika, Kaliforniya seleksiyasi. Ha, o'sha Kaliforniya seleksiyasi, lekin bular Ukrainaga borgandan keyin Ukrainadagilar o'sha nomini o'zgartirgan. Sababiki bog' qilsa o'sha eksport qilish kerak-ku. Unga o'jaligi ruxsat bo'lish kerak, patent bo'lish kerak, shtraf qilmasligi uchun nomini o'zgartirgan. Mana misol mana bu yoqda Javelin degan bor. Javelin degan oq uzum, u Javelin emas u. U Ara 30 u. Uni o'sha xaxollar yana haligi o'sha nomini o'zgartirib nima qilganda, bunaqalar ko'p. Keyin ana Ara 15 ni o'sha Ararat deb o'sha yozadi. Ana shu yerdan bor, men o'sha sotib olgan. Tak Ararat deb o'sha yozilyapti. U lekin Ararat nomi emas, Ara 15. Uni o'sha men aytganda, o'sha uchun odamlar o'sha olishda o'sha ehtiyot bo'lsinlar, o'sha bitta sortni o'sha qayta-qaytadan sotib olmaslik. Aka, ana avatar Mondrop nomi. Ha, Safiram deyiladi. Avatar Safiram deyiladi. Ha, o'sha Safiram deyiladi. Asli o'sha Mondrop, Kapля Luni deyiladi endi. O'shani boshqa yana sorti bormi? O'shanga o'xshashmi? Kindikchalik avatarda o'zi ikki xil. Bunga ko'chatchilar aytibdi, hozir menga bor. Avatarda ikki xil bor ekan. Bor, hozir men sizga aytaman. U o'sha Kalugina seleksiyasi Grafinya. Xuddi o'sha avatarga o'xshagan, lekin u cho'zinchoq emas, o'zgina o'sha sal nimaroq. Gabarit bor. Ha, o'sha gabariti bor, sal o'sha kaltaroq. Misol uchun 5 sm, 6 sm avatar bo'lsa, 12 где-то bir 4 sm shunaqa. Grafinya bor, kindikli. Keyin yana bir kindikli kishmish atikadan bor. Qizil avatarda kindiklik bormi? Qizil. Oti nima? Yetyutmi? Yetyut bor, qora lekin u. Yetyut ham kindiklikmi? Ha, bor, ozgina bor. Urug'likmi? U ham ha. Shunday. Bor. Yo'q, ichiga donagi bormi? Ha, bor. Uni endi keyin Grafinya degan bor. Bu ham o'sha xaxollarning shu seleksiyasi, o'sha Kalugina seleksiyasi. Nimalari bor, indiklari bor, qora u ham lekin. Keyin hozir o'sha Rossiyalardan o'sha sotyapti, oq o'sha avatar deyapti, uni nomi oqmi? Ha, o'sha oq, xuddi o'sha avatarga o'xshagan, faqat oqda, o'sha yashil, uni tak nomi nima edi, esimdan tushdi, tak M nechi deyiladi uni. O'sha. Bu ham o'sha seleksiya bo'lgan. Ana o'sha Kalugina shu seleksiyasi nimadir bilan o'sha chatishtirgan. Ha, o'sha chatishtirib, shu oq chiqargan, shu Lamborghiniga o'xshagan. Hozir bormi sizga? Yo'q, u yo'q lekin. Ulgurmadim uni. Qiziqtirib qo'ydingizki bizani. Yo'q, endi undan ham bor. Endi u hozir o'sha 150 ta sotib o'zidan o'sha kam emas. O'shani ham har bittasini o'sha hozir endi o'sha o'rganish kerak. O'sha Buxoro viloyati cho'l zonasi-ku, o'zingiz bilasiz, qaysi biri o'sha bo'ladigan, qaysi biri bo'lmaydigan. Siz eksperiment qilib, nimadan eksperimentdan o'tganlardan keyin anaqa qilasizlar. Shunday, o'sha ekib, payvand qilib, o'sha mevasini ko'rib, tajriba qilib, keyin xulosaga kelib, Buxoro o'sha nimasiga, shu nega o'sha
zonasiga o'sha viloyatiga mos mana misol uchun mana bu keyin o'sha aytish Ana, mumkin. akamiz Anvar aka Bug'ir vatanparvar insonlar. Bu kishini qilayotgan ishlarini ko'pchilik bilmaydi. Shu Buxoro hokimligidan, shu katta mutasaddilardan so'raymizki, shu kishiga Buxoro uchun g'oyibdan bir arqa planlardan harakat qilyaptilar. Shu kishiga bir yordam berib yuborsangizlar, yer olishga yo boshqa narsada qo'llab yuborsalaringiz, Xudo xolasa. Kimlarni, akalarni bir yaxshi insonlar bor ekan, kam-kam yer berib, eksperiment qilishga yordam berayotgan ekanlar. Agar sizlar yordam bersalaringiz, Buxorodan ham kerak bo'lsa yaxshi navlarni ham chiqaramiz-da, birgalashib. Nasib. Xudo xohlasa inshaalloh. Shuni ustiga ishlab turibmiz-ku, o'sha jon qo'ydirib, shuni nima qilib o'shalar birgalashsak, ha? Nasib, Xudo xohlasa shuni. Nasib bo'lsa birgalashamiz. Biz ham bu narsaga qo'llab-quvvatlab, keyin shuni ham ko'p vaqtlarni olmaylikda. Keyingi etaplar, keyingi jarayonlarni ham Xudo xolasa Anvar aka birga yoritib boramiz. Bularni, navlarni qanaqa hosil berishi, nima bo'lishigacha, asidan yasigacha, yilni oxirigacha bizlarni kuzatib boringlar. Jarayonlarni qanaqa belgilaydi, eksperimentlarni qanaqa o'tayotganini tajribadan hammasini ko'rib borasizlar. Bular qanaqa hosil soladi, hosil solganigacha. Keyingi safar nasib bo'lsa o'sha bog'ga boramiz. Meva bergan bo'lsa o'sha iyun, iyul, avgust o'sha har bittasini haligi yeb ko'rib, tatib, kesib, keyin haligi o'sha chiqarib haligi nima qilamiz, Xudo xohlasa. Mana bu sort, bunisi bu deb haligi o'sha nima qilamiz. Kommentariyaga yozib qo'yinglar, sizlarga bog'laringizga, uylaringizga qaysi navlar bor. Keyin qaysi navlarga qiziqasizlar? Qaysi navlar O'zbekistonga bo'lishini xohlaysizlar? Hammasini yozinglar. Savollarga Anvar akamga iltimos qilamiz. Kommentariyalarga vaqtlari bo'lgan payt o'zlari javob beradilar. Keyin ekranga nomerlaringizni chiqarib qo'yamiz. Savollaringiz bo'lsa yo uylaringizga ko'chatlar keryapti, kivi ko'chat bo'ladimi, uzum ko'chatlari, qalamchalari, yangilikka intiluvchi odamlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bo'lmasa Anvar aka sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa keyingi safar nasib. Boshqa berilmagan savollarni hozir men juda ham ko'p narsalar bo'lgani uchun kichkina joyga nima savollar berishni bilmayman. Yana ham bor edi, endi hozir men chiqarmadim, endi ko'p narsa bor edi. Yana ham bor, ha? Yana ham bor, men chiqarmadim. Endi o'sha borini ko'rsataydi dedim. U o'zi o'sha vaqtni oladi shu. Borini ko'rsataydi dedim. Bor, Xudo xolasa chiqsa keyin yana nima qilamiz. Tamom, kelasi safar endi. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like-chalar bilan podдержка qilib turinglar. Keyingi ishlarimizni rivoji uchun ham yordam bergan bo'lasizlar. Avvalo rahmat shu joyga ko'rib kelganlar uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar. Biz ham vaqt xizmatda, sog' bo'ling. Mayli, salomat bo'ling. Men sizga bitta she'r ko'nchib beray. Aka добрый ekanlar, lekin gap so'z bo'lishi mumkin emas. Nima qilasan, shu Darya aytgan. Darya? Bu qanaqa nav bu? Darya degan nav ekan. Darya bu nima oq deyiladi, o'sha yashil, kurugli bo'lib bo'ladigan, yirik-yirik. Katta bo'ladi. Muskatni ta'mi zo'r. Yeysiz haligi. Maza qilasiz-da, endi buni til bilan tushuntirish og'zaki qiyin. Aka, hozir aka bu ko'rsatib qo'ydik endi. Agar vodiyga, Toshkentga pochta qilish kerak bo'lsa, yuborasizmi? Bemalol. Telefonlarga. Bemalol. BTS pochta orqali bemalol. BTS pochta bilan. Qiziquvchilar. Gap so'z yo'q aka. Mana biza, misol men o'zim uzumga juda ham qiziqaman. Mana shunaqa yashirin joylarga ham topib qidirib keldik. Mana bu narsani hech kim bilmaydi. Mana shu navlarni keltirgan odamni qidirib topib, cheres bu mehnat uchun bitta like bosib qo'yinglar. Mana Darya degan bizga qalamcha berdilar. Bu rus qizda nomiga bag'ishlangan ekan. Ukrainskiy seleksiya. Ukrainskiy seleksiya. Gap yo'q. Muskattamli. Har birini uzumni istoriyasi, avtobiografiyasi, shuna. Xarakteristikasi hammasini so'rab, qiziqqan navlaringizni o'zlariga borini yoddan bilalar. Bor bo'lsa bor deylar, yo'q desa yo'q. Ishimiz endi shu soha bo'lganligi uchun ma'lumotlarni nima qilib, yig'ib, haligi ma'lumotlarni hammasini beramiz odamlarga. Anvar akani mana bir yana sekretni joylarini ko'rib qoldim. Mana bu yoqqa uzumlarning har xil turlaridan bor ekan mana. Welles deysizmi? Ruby Roman, yana nima? Bananas, Dubovskiy roza, mayni ko'rganlarim. Mana Aysar, sponsor Aysar, Welles, Dubovskiy roza, Stoletiya, bu nima bu? Jin, Red Nechelis degan bu. Mana ko'rsanglar, bu turi ko'p buni. Uzum. Agar telefon qilsalaringiz, sotishlari ham mumkin, ko'ndirib bilsangiz. Aka bu nima bu? Jangalmi bu? Yo'q, bu qora goji, noyob goji. Goji. Ha, gojini qorasi eng qimmati zo'risi. Yo'q, vahshiy dahshat. Bu qizili bu. Mana bu tarafga. Bu qorasi, ha.
qizil goji bu. Gojini qarasang bo'ladi. Ha. Mevasi ham qimmat bo'ladi, o'sha zreniyaga yaxshi. Buni aloqa chiqqanlarga sotishingiz ham mumkin, ha? Sotish So'raygonlarga. Ha, o'sha sotish ham mumkin, zo'r sotiladi. O'sha qora gojilarda. Bu ham gojilar bor ekan, goji. Bu qizil gojilar. Mana bu uzumlar o'sha roza rangi. Bular uzumlar, roza. Ha, turib ko'p. Aka bularni ham agar so'rasalar sotaverasizmi? Ha, farqi yo'q, o'sha beraveramiz. Gap yo'q. Mana bu yoqlarga ham, ko'chalarga ham Mana o'sha o'tgan yildagi nima bu aka? yerdan qo'g'lab olinmagan, endi bilmadim, hozir ko'ramiz. Bu torfga qo'yilganmi bu? Ha, bu torf, ha, ichisi torf. Bu nima? Hayvontaklar, R15. Keyin mana bu yoqda uzumlar bu o'sha mana Dubovskiy rozvoy. Ana Ruby romanni ko'rsinglar. Ruby roman ko'chatlari. Ruby roman ko'chatlari. Hayvontakning ustiga nima qilgan? Ha, bu ham hayvontak. Betta degan sorti, ustiga nima qilgan? Ha. Anvar aka noyob sortlarga qiziqar ekanlar. Noyob mevali daraxtlarga qismi, ko'chat, qalamchalar, bir narsalar, neobычный o'simliklarga qiziqar ekanlar. Masalan, 80% uzum, yo'q men ko'zim uzumni ko'ryapti faqat. Bu giyohlar, mana bu shifobaxsh giyohlar. Mana bularmi? Ha. Ha, bular giyohlar. Bu chistatel o'sha. Urug'idan ekib, o'zim nima qilaman? Ha, o'sha dorini joyida o'zimalik o'sha damlama qilib ichib shu. Ha. O'zimni seleksiyalarda ishlarimda. Bu shuni ushlab olgan joylarimni ko'rsatamiz hozir. Kelasi videolarga yana ko'ngillarni topib, yana yashirin ishlarni xudo xolasa o'qib boramiz. Nasib o'sha. Bog'larga borib, o'sha hosil bergan paytiga o'sha jarayonni albatta syomka qilib, nima qilib xohlasa. Mayli bo'lmasa, sog' bo'linglar.